Ke bolam? Assalomu tog'a. Ikkita non bering, haldaram kesallab pulni olib chiqaram. Mayli bolam. Ishni boshlaganimga bir oy bo'lgan bo'lsa, doim vaqtida o'qib berasan jonim bolam. Dadangga salom aytgin, xo'pmi? Hozir solib beraman. Mana, dadangni so'rab qo'ying. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, hormanglar. No'g'ay bolam, sizni qadamingizga qutuliq keldi. Siz kelganingizdan beri sig'no yeymiz ey. To'rtta solib bering menga ham. Bo'ldi aka, mana. Bu yo'l 6 ta qilib Yaxshi, sog' bo'lasiz. Bo'l. Salomat bo'ling. Aytgancha, hozir ketgan bolasini taniysizmi? Ha, taniyman, qo'shnim bo'ladi. Tinchlikmi? 3-4 safardan beri non oladi. Dadam ishdan kelsa olib chiqib beraman deydi. Rosa insofli odamni o'g'li ekan. Kechirasiz, meni qo'shnim bo'ladi. 3 yil bo'lgan u odamni otasi o'tib ketganiga. Tinchlikmi, nima hayron bo'lyapsiz? Yo, pulini berishmayaptimi? Yo'q, tinchlik. Mayli aka, sog' bo'ling. Ke o'g'lim? Assalomu alaykum tog'a. Ikkita non bering, yana ishdan kesallab pulni olib chiqaram. Bo'ldi bolam. Non sandan aylansin. Bitta narsa so'rasam, xafa bo'lmaysanmi? Dadang olamdan o'tgan ekan. Nimaga shuni menga aytmading? Men ham yordam qilardim, qo'limdan kelganicha sizlarning oilalaringga. Dadam o'tib ketganlardan keyin ayamga sovchi kelmasin deb hammaga shuna deyman. Mashalloh. Tarbiya bergan otingga rahmat.